Boshlasak. Bugungi darsimiz ikkinchi mavzu ishlab chiqarish jarayoni va uning natijalari deb nomlangan mavzu bo'ladi. Darsimiz davomida biz ishlab chiqarish omillari nima, ularning tarkibi, ishlab chiqarish jarayonining mohiyati, mazmuni, ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari va shu bilan birga ishlab chiqarish imkoniyatlari va uning chegarasi hamda ishlab chiqarish samaradorligi va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari masalalari bo'yicha ma'ruza olib boramiz. Ishlab chiqarish jarayonida bevosita qo'llaniladigan barcha resurslarga ishlab chiqarish omillari deyiladi. Bu bo'yicha hozir chuqurroq to'xtalamiz. Demak, bu omillar asosan uchta hisoblanadi. Bular ishchi kuchi, mehnat qurollari va mehnat predmetlari. O'z navbatida bu ishlab chiqarish omillarini biz ikki kategoriyaga bo'lishimiz mumkin. Bular shaxsiy va moddiy. Shaxsiy ishlab chiqarish omillariga ishchi kuchi kiradi. Moddiy ishlab chiqarish omillariga esa qolgan ikkisi, ya'ni mehnat qurollari va mehnat predmetlari kiradi. Mehnat qurollari va mehnat predmetlari o'z navbatida ishlab chiqarish vositalari deb ham yuritiladi. Biz bu kategoriyalashni siyosiy iqtisodiyot darsligidan yoki kitobdan olishimiz mumkin. Endi ishlab chiqarish omillarining turkumlari asosan quyidagicha bo'ladi. Demak, asosiy ishlab chiqarish omillari mana shu to'rttasi esingizda qolsin. Bu hamisha nima o'zgarmas konstanta hisoblanadi imенно ishlab chiqarish omillari bo'yicha. Bular ishchi kuchi, tadbirkorlik qobiliyati, yer va kapital. Har birisi bilan alohida to'xtalamiz. Kapital masalasida ushbu slaydga sal keyinroq yana qaytib kelib nima qilamiz? Gaplashamiz. Demak, kapital o'zi nima degan nima savol bo'lyapti. Bu savolga javob bir necha xil darsliklarda, adabiyotlarda yoki har xil nima desak ekan iqtisodiy yo'nalishlar, maktablar olimlari tomonidan nima ta'rif berilgan. Shularni qisqacha demak tanishib o'tsak. Asosiy ko'pchilik adabiyotlarda kapital o'z egasiga qo'shimcha qiymat keltiruvchi qiymat yoki bo'lmasam o'zidan o'zi ko'payuvchi, o'suvchi qiymat degan ta'riflar bilan mashhur. Endi marjinalistik yoki bo'lmasam monetaristik yoki liberalistik dunyoqarashlardan demak Avstriya maktabi olimlarini nimasiga ko'ra fikriga ko'ra kapitalga daromad keltiruvchi, foyda keltiruvchi, foiz keltiruvchi qiymat deb ta'rif beriladi. Kamayevning fikriga ko'ra kapital o'zidan o'zi ko'payuvchi qiymat hisoblanadi. Bizani asosiy darsliklarimizning nimasi bazasi sanalgan demak economics darsligimiz bor. O'sha economics darsligimizda kapitalni tarifi barcha ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida qo'llaniladigan moddiy vositalardan iborat deb demak ko'rsatadi. Unga pul va tovarlarni lekin kirgizmaydi. Aynan bizani economics nimamiz darsligimiz. Xo'p. Endi Shodmonov va G'afurov, ya'ni bizning iqtisodiyot nazariyasi kitobimiz bor. Nimaga yuklangan? Moodle'ga yuklangan. Asosan shu Shodmonov va G'afurov redaksiyasidagi varianti qo'yilgan. Undagi ta'rif bo'yicha kapital ham qiymatga, ham naflilikka ega bo'lgan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida foydalaniladigan yollanma mehnat tomonidan harakatga keltiradigan vositadir deb yuritiladi. Xo'p, endi yer va tadbirkorlik qobiliyati haqida qisqacha gaplashsak, keyin ishchi kuchi va kapitalga yana qaytamiz. Demak, chatda nimalar bo'lyapti? Bolalar, yo'qlamani chatga qilish shart emas. Kim kelgan, kim kelmaganini uni o'zi ko'rib olib, yo'qlama qilishadi. Mavzumizga keladigan bo'lsak, ishlab chiqarish jarayoni, uning omillari. Ho'p, davom etamiz. Demak, yer. Biz aynan yer omili yoki bo'lmasam faktori deganda ko'proq tabiiy ne'matlar
faktorini nazarda tutamiz. Bunda ularga tuproqning unumli qatlami, o'tloqlar, yaylovlar, suv, havo, o'rmon, qazilma boyliklar, umuman barcha turdagi demak nimalar tabiiy resurslar tushuniladi. Endi tadbirkorlik qobiliyati haqida gaplashdik. Demak, o'zi tadbirkor kim? Iqtisodiy nuqtai nazardan. Tadbirkor deb iqtisodiy resurslar, ya'ni ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchi resurslarining tabiiy resurslarning bir-biriga qo'shilishini ta'minlaydigan tashkilotchi, yangilikka intiluvchi, tashabbuskor, iqtisodiy va boshqa xavfdan, javobgarlikdan qo'rqmasdan uni bo'yniga oladigan kishilarga aytiladi. Ya'ni ushbu xislatlarning majmuasi esa tadbirkorlik qobiliyati deb aytiladi. Endi shu yerda tadbirkorlik qobiliyatiga chuqurroq to'xtalsak. Tadbirkorlik qobiliyati deganda ta'rifni asosiy tushunchasi shundan iboratki, biza mana bu uchta omilimizni bitta maqsadda birlashtirib, ishlab chiqarish jarayoni tashkil etgan va ushbu ketgan mana shu uchta resursimizni aytaylik, ishchi kuchi, tabiiy boyligimiz yoki yer va kapital birlashmasidan tayyor bo'lgan mahsulotimizni unga ketgan tannarxdan yuqoriroq narxda yoki yuqoriroq qiymat hosil qila olgan insonga demak kapital deb aytamiz. Oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu nima degani? Siz qandaydir ishlab chiqarish qildingiz. O'sha ishlab chiqarish jarayonida sizga qanchadir summa ishchi kuchi uchun, yana qanchadir summa tabiiy boyliklarni ekspluatatsiya qilish yoki bo'lmasam ularni sotib olish va yoki ijaraga olish uchun ketdi va bunga ma'lum bir darajada kapital pul mablag'lari, har xil ishlab chiqarish vositalari, ya'ni mehnat predmetlari yoki buyumlari yoki boshqa turdagi kapitaldan foydalandingiz. Ana o'shalarni umumiy yig'indisi a, mahsulotning tan narxi hisoblanadi. A, Oxirgi chiqqan mahsulotning narxi esa uning tannarxidan yuqori bo'lishi yoki yuqoriroq qiymat tashkil etishi bu ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilgan odamdagi tadbirkorlik qobiliyati borligini ko'rsatib beradi. Tadbirkorlik qobiliyatisiz demak ishlab chiqarish jarayoni bo'lmaydi desak noto'g'ri bo'ladi-yu, davom qila olmaydi. Chunki bir marta zararga ishlashi mumkin, ikki marta zararga ishlashi mumkin. Ma'lum bir nuqtadan keyin yakuniy mahsulot vositalardan kamroq nimaga ega bo'ladigan bo'lsa, qiymatga yoki qadrga ega bo'ladigan bo'lsa, bunaqa ishlab chiqarishni biza noto'g'ri yo'lga qo'yilgan yoki bo'lmasam tadbirkorlik qobiliyatiga ega bo'lmagan ishlab chiqarish deb yuritamiz. Xo'p, savol tushyapti. Ma'ruza va seminarga alohida daftar tutish kerakmi? Yo'q, bitta daftar tutsangiz yetadi. Bir qismiga ma'ruzani yozing, bir qismiga o'sha ma'ruzalar bo'yicha amaliy nimalaringizni, darslaringizni yozib borsangiz bo'ladi. Daftarni yarmidan ikki bo'lakka bo'lishni o'zi kifoya qiladi. Xo'p, endi kapital bo'yicha chuqurroq to'xtalsak. Demak, kapitalni tarifi haqida biz gaplashdik. Bu bizada aytganimizdek ham qiymatga ham naflilikka ega bo'lgan va ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida foydalaniladigan va shu bilan birgalikda yollanma mehnat tomonidan harakatga keltiriladigan vositalar hisoblanadi. Endi mana shu ko'rib turgan chizmangizda kapitaldan yana pastroqqa tushib yana ikkita bo'lakka bo'lish buni maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Ya'ni kapitalni o'zini biza asosiy kapital va aylanma kapitalga nima qilamiz? Ajratamiz. Asosiy kapital deganda biz o'zining qiymatini ishlab chiqarish jarayonlari yoki bo'lmasam sikllari davomida asta-sekinlik bilan mahsulot qiymatiga o'tkazib boradigan har qanday demak kapitalga asosiy kapital deb aytamiz ekan. Aylanma kapital deganda esa xuddi asosiy kapitalga o'xshaydi, bitta farqi bilan. Bitta ishlab chiqarish siklida yoki bo'lmasam bitta ishlab chiqarish jarayonida o'zining barcha qiymatini to'liq mahsulot qiymatiga o'tkazadigan nima
Kapitalga biza aylanma kapital deb aytamiz. Hozir chatda yana savollar bor shekilli. Ko'rib chiqsa, keyin misollar bilan tushuntiraman. Demak, asosiy kapital nima, aylanma kapital nima? Ho'p, bolalar aytdim-ku, chatga nima qilish keragi yo'q. O'zlaringizni berklashga qilish keragi yo'q. Chat orqali qilinmaydi berklashga. Zoom'da hammaning ism familiyasi bor. Kirgan payti ko'riladi. Dars oxirrog'ida keyin qarab, yo'qlama qilib olishadi o'zlari. Xo'p, endi kelinglar misol bilan tanishtirsam. Masalan, ishlab chiqarish jarayoni, aytaylik, taksi haydash bo'lsin. Bu yerdagi kapital nuqtai nazaridan ushbu ishlab chiqarish jarayonini ko'rib chiqamiz. Taksi haydovchisi uchun asosiy kapital bu uning mashinasi hisoblanadi. Mashina ishlab chiqarish jarayonida to'g'ridan to'g'ri qatnashadi yoki bo'lmasam bizning ishlab chiqarish jarayonimiz bu yerda xizmat ko'rsatish yoki passajirlarni A nuqtadan B nuqtaga olib borish hisoblanadi. Ushbu jarayonni amalga oshirishda asosiy kapitalimiz asta-sekinlik bilan amortizatsiyaga uchraydi. Ya'ni u asta-sekinlik bilan demak eskirib boradi. Bunda uning shinalari, moylari, mashinani o'zini umumiy yorug'lik darajasi yildan yilga pasayadi. Lekin u bitta, ikkita yoki o'nta yoki hattoki 100ta, mingta siklda ham eskirib, demak, asosiy kapital yaroqsiz holga kelmaydi. Aylanma kapital esa bitta sikl jarayonida o'zini ishlab nimasini, qiymatini to'liq mahsulot qiymatiga o'tkazadi. Yana xuddi shu taksi nuqtai nazaridan ko'radigan bo'lsak, yo'lovchimizni A nuqtadan B nuqtaga olib o'tguncha aylanma kapital sifatida ishlatilgan bizadagi benzin yoki gaz mahsuloti to'laligicha yonib ketib, oxirgi natijasi xizmatni beradi. Endi kelinglar, xizmat emas, aynan moddiy ne'mat nuqtai nazaridan yana bitta ko'rib o'tadigan bo'lsak, aytaylik biz ham non yopyapmiz. Non yopishda bizada tandir yoki bo'lmasam agar duxovka yoki boshqasida qiladigan bo'lsak, o'sha duxovka bizani demak asosiy kapitalimiz hisoblanadi. Bu yerda esa aylanma kapital vazifasini non yopish uchun ketadigan masalliqlar, aytaylik, sut va un mahsulotlari tashkil qilsin. Aynan non tayyorlash, ya'ni non yopish jarayonida sut to'laligicha yo'qolib, o'zini qiymatini to'liq nonga o'tkazadi. Un bilan ham xuddi shu masala. Non yopish tugagandan keyin bizada aylanma kapitalimiz bo'lgan un qolmaydi. Uni hammasi demak nimaga? Mahsulotga aylangan bo'ladi va u unga aylanadi. Xo'p, endi ikkinchi rejamizga o'tsak, ikkinchi rejamiz ishlab chiqarish jarayonining o'zi mazmuni nimada? Demak, ishlab chiqarish jarayoni bu kishilik jamiyatining amal qilishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlarni demak yaratishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi. Ishlab chiqarishni o'zini biza demak hozir aytdik moddiy va nomoddiy deb yoki bo'lmasa ma'naviy deb. Buni biza ikki bo'lakka ayiramiz, ya'ni ko'rib turganingizdek. Demak, moddiy ishlab chiqarishni o'z navbatida ikki nuqtaga bo'lamiz. Birinchisi moddiy ne'matlar ishlab chiqarish. Bunda biza qo'limiz bilan tuta oladigan, ko'ra oladigan, his qila oladigan yoki o'sha qandaydir modda shaklidagi har qanday ne'matlar, ruchka, mashinadan tortib to kiyim-kechak yoki biza tanovul qiladigan non yoki boshqa mahsulotlargacha. Endi moddiy xizmatlar. Bular ham moddiy ishlab chiqarishga kiradi. Moddiy xizmat deganda hozir gaplashdik. Taksi haydovchisi bir joydan sizni ikkinchi joyga olib o'tib qo'yishi bu moddiy xizmat yoki xizmat ko'rsatuvchi sizga demak to'g'ridan to'g'ri nimasi hisoblanadi. Ko'rsatgan xizmati hisoblanadi. Endi nomoddiy ishlab chiqarish. Nomoddiy ishlab chiqarish ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Nomoddiy xizmatlar va nomoddiy ne'matlarni ishlab chiqarish. Kelinglar yana ne'matlardan boshlasak, demak, nomoddiy ishlab chiqarish sohasiga qanday mahsulotlar kiradi? Bunga biza to'g'ridan to'g'ri tanamiz orqali yoki bo'lmasam kiygan holatda yoki ushlab nimadir qilgan holatda yoki tanovul qilgan holatda iste'mol qilmaydigan ne'matlar kiradi. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, aytaylik kino.
Uni qanaqadir rejissyorlar, prodyuserlar, aktyorlar va hokazo bir qancha kasb egalari birgalikda ishlaydi. Va bu kino nomoddiy ne'mat hisoblanadi. Biz uni ko'zimiz bilan ko'ramiz, lekin shu bilan birgalikda modda nuqtai nazaridan iste'mol yo'q. Yoki musiqa ham shu sohaga demak kiradi. Yoki kitob yoki asarlar. Kitobni qo'limiz bilan ushlab foydalanganimiz bilan asosiy demak ne'mat uni ichida yozilgan o'sha asar, hikoya, qo'llanma, yo'riqnoma, darslik yoki boshqa badiiy yoki ilmiy akademik bo'lgan material demak sanaladi. Endi eng ko'pchilik uchun tushunarsiz bo'lgan nomoddiy xizmatlar haqida gaplashsak. Nomoddiy xizmatlar bu bizga to'g'ri ko'rsatiladigan xizmatlar faqat bevosita xizmat ko'rsatuvchi va o'sha iste'molchi o'rtasidagi to'g'ridan to'g'ri munosabatlar bo'lmagan holatda. Bunga misol qilib aytsak, eng yaxshi misol davlat xizmatlaridan foydalanish bo'ladi. Bugungi kunda hammamiz OneID yoki bo'lmasam MyGov uz saytlarida davlat xizmatlaridan foydalanamiz. O'sha yerda biza o'qish haqida ma'lumotnoma, yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma yoki bolalarni bog'chaga joylashtirish va hokazo boshqa yana qancha xizmatlardan foydalansak, bular xuddi shu nomoddiy xizmatlarga demak nima bo'la oladi? Misol bo'la oladi yoki bo'lmasam o'sha soliq.uz, mehnat.uz saytlaridagi u yoki bu xizmatlar, aytaylik soliq.uzdan cashback olishimiz yoki uyimizni ijaraga berishimiz, soliqlarimizni to'g'ridan to'g'ri to'lashimiz mumkin. Mana shu xizmatlarni bizga ko'rsatish jarayoni demak nomoddiy xizmatlar ishlab chiqarish jarayoni deb yuritiladi. Moddiy ishlab chiqarishni o'zini demak biza yana ikki nimaga bo'lamiz, sohaga bo'lamiz. Bular ishlab chiqarish vositalari va iste'mol buyumlaridan iborat bo'ladi moddiy ishlab chiqarish jarayoni. Xo'p, endi ruxsat bersangizlar, ishlab chiqarish omillarini o'zaro demak aloqalari va munosabatlarni ko'rib chiqsak. Asosiy bizada ishlab chiqarish omillari bor. Ishlab chiqarish omillari bular ishchi kuchi va ishlab chiqarish vositalari hisoblanadi. Ya'ni ishchi kuchi va ishlab chiqarish vositalarini biza sal teparoqda nima qilgandik? Ko'rgandik. Demak, ishchi kuchi va ishlab chiqarish vositalari yoki bo'lmasam mehnat resurslari va mehnat qurollari, mehnat predmetlari. Mana shular demak omillarning birinchi kategoriyasi bo'ladigan bo'lsa, keyingisi kapital, ishlab chiqarish vositalarini ishchi kuchi, vositalar va ishchi kuchining qiymati yoki bo'lmasam qilgan natijasi, mehnati natijasi hisoblanadi. Mana bu va mana bular birgalikda demak ishlab chiqarish tashkil qiladigan bo'lsa, ishlab chiqarish omillari o'z navbatida ishlab chiqarish jarayoniga qarab nima qiladi? Siljiydi. Shu bilan birgalikda kapital va ishlab chiqarish vositalari hamda ishchi kuchi qiymatning o'sish jarayoniga olib keladi. Yoki bo'lmasam mana bu yerdagi omillar ishlab chiqarish jarayonida A tannarxdagi mahsulotni B narx, ya'ni A kichkina bo'lgan B dan holatga olib keladi. To есть ishlab chiqarilgan mahsulotdan ko'rib chiqishimiz mumkinki, foydalilik yoki unumlilik darajasi oshadi yoki qiymat oshadi. Endi ishlab chiqarish jarayoniga qaytdik. Ishlab chiqarish jarayonining ikkinchi qismida mehnat jarayoni yoki naflilikning yaratilishi va ko'payishi jarayoni yotibdi. Bunda biron bir mahsulot, aytaylik, bizada ip bor. O'sha ipdan biza kiyim tayyorladik. Demak, ip va matoning o'zining nafliligi tayyorlangan kiyimning nafliligidan demak nima bo'ladi? Pastroq bo'ladi yoki bo'lmasam ip va matoning naflilik darajasi kiyimga aylanishda ko'payganini biza sezishimiz mumkin. Ishlab chiqarish jarayonining natijasi tovarlar va xizmatlar bilan tugaydi. Moddiy va nomoddiy tovarlar va xizmatlar haqida hozir gaplashdik. Demak, bu yakuniy natija. Ana u natija keyin iste'mol qiymatiga yoki qandaydir naflilikka olib keladi.
yoki bo'lmasam o'tkazilgan va yangidan yaratilgan qiymatga. Aytaylik, o'sha ipni yana misol qiladigan bo'lsak, ipni o'zi qandaydir qiymatga ega. Biz uni o'zini sotib olib, ipdan har xil masalalarda foydalanishimiz mumkin. Yoki ipni kiyimga olib o'tishimiz mumkin. Demak, bu yaratilgan yoki yangidan yaratilgan, demak, qiymatga aylanganiga guvoh bo'lamiz. Endi tovar va xizmatlar nafliligi qiymatning yaratilishida ishlab chiqarish omillarining roli haqida gaplashsak. Demak, yangidan yaratilgan tovar va xizmatlarni biza yana ikki kategoriya bo'yicha ko'ramiz. Birinchisi, naflillik yaratishda uchta asosiy omilimiz qatnashadi. Bular yer yoki tabiiy boyliklar, kapital va ishchi kuchi hisoblanadi. Endi qiymatni tashkil topishida esa aynan mehnat qatnashadi. Mana bu naflilikni yaratgandagi uchta asosiy omilimizni mehnat orqali biz amalga oshiramiz. Va ushbu mehnat o'z navbatida ikki xil bo'ladi. Birinchisi, aniq mehnat bilan o'tkazilgan ishlab chiqarish vositalari qiymati hisoblanadi. Ikkinchisi esa abstrakt mehnat bilan yaratilgan yangi qiymat bo'ladi. Xo'p, aniq mehnat bilan o'tkazilgan ishlab chiqarish vositalarida biz to'g'ridan to'g'ri ko'zga ko'rinadigan moddiy mehnat yoki bo'lmasam mahsulotga to'g'ridan to'g'ri olib boruvchi mehnat jarayonini nima qilamiz, tushunamiz. Abstrakt mehnat deganimizda esa biz aynan aqliy yoki bo'lmasam g'oyaviy darajadagi mehnatni tushunamiz va bu mehnatning mahsulida boshqa bir turdagi aniq mehnat yaralishi mumkin yoki bo'lmasam qandaydir nomoddiy xizmatlar yoki boshqa ne'matlar demak yaralishi mumkin. Xo'p, savol tushyapti. Darslik slaydlarini tashlab berganman. Doom'da uzr, dl.urdu.uz degan saytimiz bor. Moodle'ning sayti. Login parolingizni olib, o'sha dekanatdan olib, saytga kirgan paytingizda mavzular ma'ruza matni bilan qo'yilgan. Xohlasangiz mana shu slayd orqali nima qilishingiz mumkin, konspektingizni qilishingiz mumkin. Xohlasangiz yozish uchun to'g'ridan to'g'ri ma'ruza matnini o'zi ham o'sha yerda demak joylashtirilgan. Siz Xo'p, mikrofon yonib qolgan talabamiz bor shekilli, hozir o'chirib tashlayman. mendan savol bor. Manda Zoom'da barcha talabalarning nimasi mikrofoni to'liqligicha o'chirilgan, darsga xalaqit bermasliklari uchun. Shuning uchun savollaringiz bo'lsa yoki biron bir murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri chatga murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, boshqa mikrofoni yonib qolgan talaba ko'rmadim. Unda ruxsat bersangiz davom etsak. Demak, keyingi 3-rejamizga o'tamiz. 3-rejamiz ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari. Xo'p, yaratilgan mahsulot qiymat jihatdan 3 qismdan demak iborat bo'ladi. Birinchi qism ishlab chiqarish vositalarining qiymatining mahsulotga o'tgan qismi. Biz buni C bilan belgilaymiz. Ikkinchisi zaruriy mahsulot qiymati. Buni biz V bilan belgilaymiz. Va uchinchisi qo'shimcha mahsulot qiymati. Buni biz M bilan belgilaymiz. Bu belgilashlar hozir oldindagi formulalarda kerak. Lekin keling oldin o'zi demak ishlab chiqarish vositalarining qiymatining mahsulotga o'tgan qismi nima, zaruriy mahsulot nima, qo'shimcha mahsulot nima, ularning qiymatlari haqida qisqacha gaplashib o'tsak. Demak, birinchisi takroriy hisob. Bu milliy mahsulot ishlab chiqarish jarayonining bir necha bosqichlardan o'tishi natijasida ba'zi mahsulotlar qiymatlarining takror hisobga olishi. Masalan, xomashyo, yoqilg'i yoki material va hokazolar demak bir necha marta demak nima qilishi mumkin? Hisobga olinishi mumkin. Xo'p. Xo'p, Ruxshona yozyaptilar. Hozir guruhga qo'shilmagansiz deb, agar login parol, uzr, Moodle loginingizni menga yuborsangiz, men sizni qo'shib qo'yaman. Muammosi yo'q.
Ikkinchi masalamiz demak oraliq mahsulot. Bu to'planmagan ishlab chiqarish kelgusida yana qayta ishlov berilishi zarur bo'lgan yoki qayta sotish uchun mo'ljallangan tovar va xizmatlar. Oddiyroq qilib demak tushuntiradigan bo'lsak, biron bir mahsulot ishlab chiqarish jarayonida yakuniy mahsulotni ishlab chiqarish uchun qandaydir darajada tayyor bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishga demak oraliq mahsulot deb aytiladi. A, Ta'rifidan tushunarsiz bo'lsa, demak kelinglar nima qilamiz? Bir necha misollarda ko'rib chiqamiz. Masalan, O'zbekistonda katta avtokonsern bor, UzAuto Motors deb ataladi. Shu UzAuto Motors ichida General Motors degan Amerika Qo'shma Shtatlarining General Motors kompaniyasi bilan hamkorlikda ochilgan General Motors Uzbekistan kompaniyasi bor. Bu biza hammamiz yaxshi biladigan o'sha Cobalt, Gentra, Tracker yoki yana bir qancha modeldagi avtomashinalarni ishlab chiqaradi. Lekin o'sha mashinalarning hammasi bitta zavodda ishlab chiqariladi. Hamma bo'laklari, ehtiyot qismlari, detallari, elektronikasi birdaniga desak, bu mubolag'a bo'lgan bo'lar edi. Bunda bir Sonlar. necha o'nlab yoki yuzlab kompaniyalar bor. Ularning qaysidir birsi mashinani shinasini ishlab chiqaradi, qaysidir birsi Sonlar. uning kuzovini ishlab chiqaradi, boshqa birsi magnitolasini, yana kimdir dvigatelini, yana kimdir esa akkumulyatorini ishlab chiqaradi va asosiy bosh zavodda o'sha nima mashina yig'iladi. Demak, bu yerda klasterlik ishlab chiqarish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha hammasi bitta nimaga kompaniyaga tegishli bo'ladigan bo'lsa, bu mashinani balloni yoki bo'lmasam shinasi bu oraliq mahsulot hisoblanadi. U mashinaga qo'yilgan paytida demak yakuniy mahsulotga aylanadi. Yoki bo'lmasa akkumulyatorni o'zini ham demak qandaydir xo'jalik faoliyatimizda ishlatishimiz mumkin, lekin bu aynan odatda mashina uchun ishlab chiqariladi o'sha klasterning ichida va u ham oraliq mahsulot hisoblanadi. Toki u bozorga chiqarilib qayta ishlab chiqarish uchun yana kimgadir sotilmaguncha. Xo'p, endi pirovard mahsulot. Pirovard mahsulot deganda o'zi pirovard Assalomu so'zini alaykum ustoz. eshitsangizlar, hamisha tushuninglar, oxirgi yoki yakuniy degan ma'noni. To есть yakuniy iste'molga mo'ljallangan tayyor mahsulotga demak pirovard mahsulot deb aytiladi. Xo'p, chatda yana savollar bor shekilli. Temur Yusuf. Xo'p, Domla sizga eshitilmayapti shekilli, lekin Temur Yusupov degani bas. bu holdan beri Bor ishi gapirib bo'lgan o'chiramiz. yotibdi. Ko'chkalarim sizniki. Asal yerda turgan ekan. Banda Temur Yusupov ismli bola demak nima qilmayapti, ko'rinmayapti nimagadir. Xo'p, slayd ko'rinyaptimi sizlarga? Yo'qolib ketmadimi? Yo'q. Bizga ko'rinyapti. Ne yüksek ona yüzden kişi var mı? Xo'p, chatda kimdir nima beringlar, feedback beringlar. Slayd yo'qolmadimi? Yo'q, domla ko'rinib turibdi. Xo'p, yaxshi. Cevap ya. Türkçe diye böyle. Domla shu Temur Yusupni chiqarib olib ekan, qo'shilib olsa bo'lsa Davom kerak. qilamiz. Sof mahsulot. Yaratilgan mahsulotdan iste'mol qilinadigan ishlab chiqarish vositalari qiymatining chegirib tashlangan yoki ayirib tashlangan qismi. Zaruriy mahsulot. Zaruriy mahsulot bu ishchi va xizmatchilarning ish vaqtini bir qismi uchun zaruriy
bo'lgan ish vaqtidagi zaruriy mehnat bilan a, yaratilgan. Bu ishchi kuchini normal holatda saqlash yoki qayta tiklash uchun zarur bo'lgan mahsulot yoki bo'lmasa o'sha ishlab chiqarishdan nima qilgan kelib chiqqan mahsulot. Aytaylik, uyingizda usta ishlayotgan bo'lsa, qandaydir bir balandroqdagi ta'mirlash ishlarini olib borish uchun o'sha a, mavjud bo'lgan, aytaylik, taxtalardan yoki bo'lmasam boshqa nimalardan yasalgan havozani biza misol qilishimiz mumkin. Sal teparoqqa ko'tarilish uchun keyinchalik yana o'sha taxtalar bo'laklarga bo'linib havoza buzib tashlanadi. Lekin o'sha nimada momentda yoki o'sha onda bu demak zaruriy mahsulot hisoblanadi. Qo'shimcha mahsulot sof mahsulotning zaruriy mahsulotdan ortiqcha qismi hisoblanadi. Ya'ni qo'shimcha ish vaqtida xodimlarning qo'shimcha mehnati bilan yaratilgan qismi hisoblanadi. Nisbiy qo'shimcha mahsulot esa zaruriy ish vaqtini kamaytirib, qo'shimcha ish vaqtini ko'paytirish evaziga paydo bo'lgan, ya'ni o'zaro bir-biriga nisbatda demak paydo bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Hisob-kitobli joylari bor. Bularni amaliyotda chuqurroq o'rganamiz. Endi sof mahsulotni biz o'zimiz ikki nimaga ajratamiz. Birinchisi zaruriy mahsulot, ikkinchi shaklida esa qo'shimcha mahsulot bo'ladi. Zaruriy mahsulot bu ish haqi yoki ijtimoiy himoya fondlarini nima qiladi, o'z ichiga oladi. Qo'shimcha mahsulot esa foyda, foiz, renta va soliqlarni demak qoplab olgan hisoblanadi. Xo'p, endi biza qo'shimcha mahsulot normasi yoki bo'lmasam quyidagi slaydda ko'rayotgan apostrof M bilan belgilangan tushunchaga keldik. Demak, qo'shimcha mahsulot normasi deb o'zi nimaga aytiladi? Bu yil davomida olingan qo'shimcha mahsulotlar yig'indisi, qo'shimcha mahsulot massasi va uning zaruriy mahsulotga nisbati ga qo'shimcha mahsulot normasi deb aytiladi. Bunda mahsulotlarning umumiy massasini biz M va zaruriy mahsulotni sal esingizda bo'lsa teparoqda V bilan demak belgilagan edik. O'sha M taqsim V bizaga qo'shimcha mahsulot normasini beradi. Bu nima formula foizlarda demak aks etadi yoki bo'lmasa qo'shimcha mahsulot normasi necha foiz ekanligini biza demak shundan nima qilib olsak bo'ladi, topib olsak bo'ladi. Umumiy mahsulotlarni bo'lamiz zaruriy yoki ishlab chiqarish jarayonida o'sha zaruriy bo'lgan mahsulotlarga. Shunda aynan qancha qo'shimcha mahsulot yoki bizga foyda keltiradigan mahsulot qancha ishlab chiqarayotganimizni natijasini bizlar olamiz. Endi quyidagi ko'rib turgan emingiz bu umuman olganda o'sha mahsulotni bildiradi. Mahsulot qayerdan kelib chiqadi desak, biz asosiy nimalarni bergandik? Ishlab chiqarish omillarini bergandik. Demak, shulardan kelib chiqadi. Buni formula shaklida ko'rinishi ishlab chiqarish funksiyasi deb aytiladi. Bunda funksiya kapital, ishchi kuchi va yer yoki bo'lmasam tabiiy boyliklardan iborat hisoblanadi. Yoki funksiyada ko'rganingizdek shu uchalasi birlashtirilgan paytda demak bu nimaga aylanyapti? Mahsulotga aylanyapti. Xo'p. Keyingi masalamiz umumiy mahsulot. O'zi umumiy mahsulot deb nimaga aytiladi? Bu jalb qilingan barcha ishlab chiqarish omillaridan foydalanish evaziga olingan mahsulotning mutlaq hajmi yoki bo'lmasa umuman ishlab chiqarilgan barcha mahsulot. Sattorov Asror, nima qilyapsiz? Xo'p, o'rtacha mahsulot. Jalb qilingan barcha ishlab chiqarish omillarining bir-biriga to'g'ri keladigan mahsulot hajmi hisoblanadi. Demak, umumiy mahsulot topish uchun biza mahsulotlarni ishchi kuchi va kapitalga bo'lamiz yoki mahsulot taqsim ishchi kuchi plus kapital bo'ladigan bo'lsa, bunda biza umumiy mahsulotni demak nima qilamiz? Topib olamiz. Keyingi masala so'nggi qo'shilgan mahsulot. Bu eng so'nggi qo'shilgan mahsulot ikki bo'lakka bo'linadi yoki bo'lmasam ishlab chiqarishni aytaylik u yoki bu rejasi bo'ladigan bo'lsa, masalan, bunda ishchi kuchi yoki bo'lmasam resurslarni oshirish evaziga ko'paytirishga olib kelgan nimaga aytiladi. Demak, so'nggi qo'shilgan mahsulot bu
kapital yoki ishchi kuchi evaziga o'sgan mahsulot hajmi bo'ladi. Aytaylik, biza mehnat jarayoni olib boryapmiz. U yerda, demak, sartaroshxona 30 ta sartarosh ishlayapti. Odamlar ko'payishni boshladi. Bir kunda xizmat qila oladigan sonimizni oshirish uchun biza yana bitta ishchi yoki yana bitta qo'shimcha sartarosh olib keldik. Demak, 30 ta sartaroshdan 31 ta sartarosh ko'proq nima ko'rsatadi? Xizmat ko'rsatadi. То есть so'nggi qo'shilgan mahsulot paydo bo'ladi yoki bo'lmasa umumiy mahsulot soni nima qiladi? O'sib boradi. Endi ishchi kuchini o'rniga biza boshqa omillarni ham qo'shishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, so'nggi qo'shilgan omil unumdorligi. Demak, har bir qo'shilgan omil evaziga olinadigan mahsulot. So'nggi qo'shilgan mahsulotda biza ishchi kuchi va yoki kapital qo'shishimiz mumkin. Aytaylik, non yopyapmiz. Yarim xalta undan non yopmayapmiz. Keyin non yopish jarayonida qarasak, non bizga ko'proq kerak bo'lishi bashorat qilindi yoki faraz qilindi. O'sha yana qanchadir un, qanchadir sut va boshqa narsalar olib kelib, demak, mahsulot yoki nonlar soni o'sdi. То есть so'nggi qo'shilgan mahsulot o'sdi. Endi so'nggi qo'shilgan omil unumdorligi degan tushuncha bor. Bu unumdorlik, demak, qanchalar nima maqsadga muvofiq yoki bo'lmasam qanchalar unumdorlik beradi. Demak, har bir qo'shilgan omil evaziga qancha mahsulot o'sadi degan savol bor. Bularni topishni ikki xil usuli bor. Demak, birinchi so'nggi qo'shilgan mahsulotni yoki qo'shimcha mahsulotni topish uchun biza umumiy mahsulot deltasini qo'shilgan kapitalga va yoki qo'shilgan ishchiga bo'ladigan bo'lsak, demak, qo'shilgan mahsulot formulasi kelib chiqadi. Buni quyidagi slaydda siz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi shu yerda so'nggi qo'shilgan mahsulotga kelgan paytimizda, demak, yana bitta tushuncha bor. Bu tushunchaga pasayib boriladigan unumdorlik yoki bo'lmasam unumdorlikning pasayib borish qonuni deb aytiladi. Bu bo'yicha sizlar yana taxminan bir 4-5 paradan keyin iqtisodiy ta'limotlar tarixi darsida marjinalistik maktabni, ya'ni Karl Mengerlarni, Bjorn ismli olimlarni, demak, iqtisodiy qarashlarini o'rganish jarayonida tushunib olasiz. Hozir nimamiz vaqtimiz Zoomda 1 minutdan sal kamroq qoldi. Shuning uchun ruxsat bersangizlar, buni o'sha iqtisodiy ta'limotlar tarixi faniga qoldirsak. Bugungi darsimiz qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, aynan shulardan iborat. Qolgan qismi demak, o'zi tushuntirilgan, unchalik muhim bo'lmagan qismi qoldi. Savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegram orqali yozishlaringiz mumkin. Barchaga e'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat domla. Rahmat domla.